Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Bugun xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Oydinobod MFY. Eski nomi Mingchinor. Undan ham eski nomi Deviat deb atalardi. Bu tomonlar Mingchinor bo'lardi. Hozir Oydinobod MFY bo'lgan. Katta asosiy yo'ldan necha metr? 100 metr kirsa kerak. 200 metr. 200 metr kirganingizda mana shunaqa ko'p qavatli uylar bor, lekin unisi emas. Bu nechinchi dom? 6-chi ko'p qavatli uyimizdan mana shu birinchi qavatdagisi sotuvga qo'yilgan. Mana bu oldi tomondagi joyda ham, mana shu joyda ham o'rab yozda o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Xonadonimizning narxini hozir aytib ketaman. Boshlang'ich narxi 25 ming AQSh dollari, yana ozgina kelishadigan joyi bor. Xonalari, ichlari hammasi remont qilingan, yaxshi holatda. Toshkent shahariga 52 kilometr, Food City'ga 55 adashmasam lokatsiyasini tashlab beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana xonadonimiz ichi yaxshi holatda. Bu zal. Mana zal. Bu tomoni mana spalni. Mebellar qoladi hammasi. Endi hammasi emas, xonadon egasi nomerini tashiymiz. O'sha yerda gaplashiladi, qanaqa qaysi mebel qoladi. Mana bu yog'i dush, hammasi yaxshi. Gaz, svet, suv bor. Tak bu yog'i bu yog'i oshxona. Bu yerda ham qaysidir mebellar qoladi ichida. Xonadon egasi nomerini tashlab yozib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Bemalol kelib ko'rib, ming marta eshitgandan baribir kelib ko'rgan yaxshi. Shu yerda joyda savdosini qilsangiz, xudo xolasa kelishilsa, shu xonadon egasi bo'lasiz. Xat hujjatlari, kadastr hammasi joyida. Gaz, svet, suv, ichimlik suvi hammasi kelgan. Maktab 100 metr, bog'cha mantda 50 metr. Hamma tomonlama yaqin do'kon. Shaharga boraman desangiz, tekis yo'l, transportdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi.